Hürmetli vatandaş, endilikte vaziyet ve muhakeme. Sizler tünügün diyen sözlerimiz mesela, sözlerimiz, şiirlerimizde mesela Avam Palata rehberi Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kıldı dedik. Dəslevide 4. ayının 8. günü de Yaponiyaga berip, Yaponiyaga tushgandan keyin Yaponiyadan Tayvanga qarab uchib, Tayvan'ı ziyaret qilmoqchi edi. U bir qatam to'xtab qoldi, kechiktirildi. Kechiktirildi deganda bugun yana o'tirg'i chiqdi. Masalan, 4. ayının 26. günü oldimizdagi seshanba kuni ziyorat qilishi kerak edi. Ondan turli sabablar dedi bugun Govingoy yana kechiktirildi. Govingoy endi bu odamning so'z iboralarning hammasi yolg'onchilik deydigan gaplar bor. Bunaqa ishonamiz vatandosh. Biroq bundaq masalalarda yolg'onchilik qilolmaydi, chunki mas'uliyati bor masalalar bu. Mas'uliyati bor siyosat xarakterli ishlar. Masalan, 4. ayning 26. günü Tayvan'ı ziyorat qildi. Nancy Pelosi xonim bugun ma'lum sabablardan to'xtab qoldi degan bu xabarning o'zi mas'uliyatchanlik intayin kuchli xabar. Bu masalada Govingoyning yolg'on so'zlashi bu mumkin emas. Bu sizga ayon vatandosh. Undaqda biz hozir tahlil qilib boqaylik o'zimizcha. Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishi ikkinchi qatim kechiktirilgan bo'lsa, buning sababini qanday tahlil qilish kerak? Siz qarab turing vatandosh. Hozir Prezident Joe Biden 5. ayda Sharq Janubiy Osiyoni, Yaponiya, Koreyani o'z ichiga olgan Osiyoni safar qiladi, safarda berib nutq so'zlaydi mushu davlatlarga. Bu davlatlar ichida Junxo Xalq Jamhuriyati degan davlat yo'q. Sharq Osiyo, Yaponiya, Koreya bor. Endi Sharq Janubiy Osiyo davlatlari bor. Hozircha bu xabarda chiqmadi. Junxo Xalq Jamhuriyati degan davlat yo'q. Ko'rib turibsiz. Bu o'taq tunugullatın, bu iqtisod minbirida so'zlagan so'zida Rais Xi Jinpingning so'zi qisman anglatdik. Davomini Alloh xolisatidan boshlab anglashimiz mumkin vaqtimiz yetsa. Bu o'da Xi Jinping nima dedi? Bizni dengizga tashlab etmanglar, ya'ni bizni degani Junguni dengizga tashlab etmanglar. Hozir ko'rdik. Hammamiz bir kemada bir-birimizga ziyon bo'ladi, lekin bizni yana Junguni dengizga tashlab etmanglar. Devletler aradan çıkarıp etmengler. Bu belki Jungo hükümetinin yelenişi, yalvuruşu, ki qandaq şekilde bu işler qat'i nazar Amerika Qo'shma Shtatlarga shundoq intizor bo'lish, shundoq zor qilib talab qo'yishi deb faraz qilsangiz vatandosh. Endi bu yerda ikkinchi masala Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishi va yana kechiktirishi degan masala o'tirg'i chiqdi. Diqqat qiling. Bu yil 11 oyda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tir mezgillik saylam. Bu yil 11 oyda Tayvanda o'tir mezgillik saylam ulag'imi shundaq deyli, amaliyotda Tayvanning tilida yerlik saylam. Bu yıl şu 10. ay, 11. ay, 8. aylar aralığında Jungo'da 20. qurultay. Nancy Pelosi xanım Amerika Qo'shma Shtatlarida 3. qo'l rahbar davlat rahbari. O'ylab ko'ring. Nancy Pelosi xanımning mushundaq vaqtda Tayvanga berishi Amerikadagi 11. aydagi o'tir mezgillik saylamga qanday ta'sir ko'rsatdi? Şenimizki bu saylamda Amerika Demokratlar Partisi g'alaba qiladi degan gap. Agar Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilsa. İkincisi, Tayvanning yerlik saylamida 11. ayda o'tkazilgan yerlik saylamida Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilsa, ishonimizki Prezident Tsai Ing-wen partisi, Demokratlar Taraqqiyot partisi g'alaba qiladi degan gap. Uchinchi, agar Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilsa, bu yilning oxirida, yoki 8, 10, 9, 11 oylarda Jungo'da o'tkazilgan 20. qurultayda bu qurultay yana bir qatam sekretar bo'lish uchun tayyorlanayotgan. Balki partiya vakillarining biri bo'lib hozir saylamda tushmay turib, saylam tushib turib, xalq ra'yida bu ustunlikni egallayotgan.
Reis Xi Jinping'nin maqsadiga ta'sir etdi degan gap. Shuning uchun Reis Xi Jinping bu yig'inida Amerikaga yalvurgan bo'lamdi. Shuning uchun Xi Jinping bu Asiya iqtisod yig'inida Amerika tarafga so'z aytib bergan bo'lamdi. Shuning uchun siyosatda ilgirlash bo'ladi, chekinish bo'ladi, qo'lga keltirish bo'ladi, qo'ldan ketish bo'ladi. Bu muqarrar. Bu bir jaryon, harakatlik jaryon siyosat degan vatandosh. Mushunda ahvol ostida mush uch tarafdagi ishlarni o'ylashganda, bo'lib Tayvan bilan Jungoning munosabatini o'ylashganda, agar Jungoning 20-qurultayga ta'sir ko'rsatsa, Tayvanning yerli qurultayga ta'sir ko'rsatsa deganlarni o'ylashganda, bu ta'sirning keyin qanday natija berishdan qat'iy nazar o'ylashganda, Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishni yana bir qatim kechiktirganligini to'g'ri tushunamiz vatandoshlar. Hozir Govingoy bugungi bergan xabarda 7-8 oylar qoldirildi degan gapni aytdi. Mayli qachon bo'lsin, ziyorat qilish qoldirilgan ekan, buning sabablari bo'ladi. Bu sabablarni biz sizlarga yuqori qadar shunday dalil qilib berdik vatandoshlar. Bu yerda endi asosiy sabab nima desangiz, ondan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan qayta ta'kidladi vatandosh. Biz Tayvan bo'g'izida har qanday o'zgarishning yuz berishiga yo'l qo'ymaymiz, kafolat qilamiz. Biz Tayvan bo'g'izida urush portlashga yo'l qo'ymaymiz, kafolat qilamiz. Qayta. Chunki bu tunugun dedik-ku, Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilsalar dedi Govingoy. Demak bu yerda urush portlaydi. Chunki cho'qim urush ochadi degan hukmni qildi Govingoy. Bugun shularni nazarga olganda, ondan Aqsaroyning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning biz Tayvan bo'g'izida har qanday urush qilish xatarining yuz bermasligini kafolatga ega qilamiz degan so'zi bilan birlashtirib qarasak, bugun Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishdan yana kechiktirilganligini to'g'ri tushunamiz vatandosh. Keyin yana qanday bo'ladi? Keyin vaqt kelganda ko'raylik vatandosh.